Nemislarning to'yiga boramiz. 200 to'yona beramiz siz bilan yevroda va bizni qanaqa kutib olishadi. Xafa bo'lmanglar-yu, bitta mashinada kirib keldik kelin-kuyov. Qani mashinalar korteji? Qani signal? Shuncha odam nima deydi? To'yona sifatida pul berilar ekan, oxirida qancha daromad topishini aniqlashtiramiz. Kelin-kuyov stolni zo'r yasatishibdi, lekin stolda hech narsa bo'lmaydi. Bu yerda hammadan qizig'i ofitsiantlar ham bo'lmaydi. Kim xizmat ko'rsatadi degan savolga hozir javob topamiz. Hamma joyi oldindan belgilangan bo'ladi va nomlangan. O'zga-o'z xizmat ko'rsatasiz bu yerda. Endi uyat qilishadi. Go'shi yo'q, hech narsa yo'q. Isrofgarchilikni oldini olish maqsadida kelinga ham, kuyovga ham, xudiga ham farqi yo'q, hamma turadi. O'zi xohlagan narsasini borib olib keladi. Eng asosiy qoida stolda o'zidan keyin narsa qolib ketish kerak emas. Baliqxo'rlar bormi oramizda? Menga o'xshab. Siz nima olgan bo'lardingiz? Men baliqdan olaman. Ko'p ovarmaymiz, agar to'ymasak turib yana olib kelaveramiz. O'yin kulgi avjida mevalarni qarang. Mevaxo'rlar jangga deydimi? O'rmon mevalari hammasi bor. Fotosessiya hech kim uyat qilmagan, xafa bo'lmagan, hamma xursand, rasmga tushyapti. Hammadan ham 20 mingga yaqin rasxod bo'libdi, lekin foyda 50-40 mingga yaqin. Bu pulga keyinchalik uyga, mashinaga yoki farzandiga investitsiya qilsa bo'ladi, kredit to'lamaydi. Mana shunaqa to'ylarni qo'llab-quvvatlaydiganlar bitta yurakchi. Kim qarshi bo'lsa, kommentariyalarni kutib qolaman.